Dugonamni otasi yoshi katta bo'lgani bilan judayam o'pitni ekan. Birinchi marta orqamga tiqtirayotgan bosaman. Ukolini shunaqa noziklik bilan tiqdiki, oxirigacha kirgunicha og'riq sezmadim. Lekin ignasi judayam katta. Assalomu alaykum azizlar. Bugun siz bilan hech kimga ayta olmaydigan bir sir haqida suhbatlashamiz. Bu bir qizning yuragida paydo bo'lgan taqiqlangan hislar, halol va harom orasida bo'lgan bir halovat izlash haqidagi hikoya. Men unga birinchi bor sinchiklab qaraganimda, bu oddiy hurmat emasligini sezdim. U dugonamning otasi. Har doimgidek xotirjam, sokin va mulohazali. Qizimsi qiziqishim avval hazil edi. Lekin keyinchalik bu yurak urishlarimga aylana boshladi. U meni hech qachon boshqacha ko'z bilan qaragandek tuyulmasdi. Lekin men ozgarayotgan edim. Har safar dugonamnikiga borganda yuragim tez ura boshlardi. Hovlida u bilan to'qnashib qolsam, ko'zlarimni yashirishga majbur bo'lardim. Bir kuni dugonam ish bilan chiqib ketdi. Uyda men va uning otasi qolgan edik. Uy ichida qop-qorong'u sokinlik. U esa qahva tayyorlab menga uzatdi. "Qalaysan, yaxshi yuribsanmi?" dedi u. Oddiy savol, ammo uning ovozida allaqanday yumshoqlik, allaqanday iliqlik bor edi. Menga qiziqayotgani yo'q edi, men unga og'zimni qiziqtirayotgan edim. Qahva finjonini olarkanman, qo'lim titrardi. U sezdi. Jim bo'ldi. Sozlar tugadi, faqat ko'zlar qoldi. "Sovqotayapsanmi?" deb yelkama adyol tashladi. Men o'zimni yo'qotib qo'ygandek bo'ldim. Nafasim tor bo'lib, yuragimni ushlab qoldim. U yonimda turardi. Nafasi yelkama tegardi. Yuzimga qaradi. Shunda men birinchi bo'lib ko'zlarimni olib qochmadim. Qarab turdim, to'xtovsiz. "Bunday bo'lmasligi kerak", dedi u past ovozda. "Bilaman, lekin yurak bo'ysunmayapti", dedim men. Unga bir qarich yaqin edim. Nafasim uning ko'ksiga urilardi. U menga yaqinlashdi, lekin opishmadi. Faqat peshonamga yengil tegdi. Bu daqiqada tanam larzaga keldi. Yana bir qadam va men to'xtay olmasdim. U orqaga chekinmoqchi bo'ldi. Men esa uni qo'ymadim. Ko'ksiga boshimni qo'ydim. U esa quchogida ohangda yuragimni tinchlantirdi. O'sha kecha hech qanday haddan oshgan ish bo'lmadi. Lekin ruhimiz allaqachon chegaradan o'tib ketgan edi. Kunlar o'tdi. Men o'zimni ko'pchilik orasida oddiy tutardim, lekin ichimda portlash bo'layotgandi. U ham o'sha edi. Endi menga qaraganda boshqacha qarardi. Bir kuni dugonam uyda yo'q payt, u meni kutdi. Endi oramizda sukunat emasdi. Oramizda ehtiros, tortinish va yurak urishlari bor edi. Qo'li asta yuzimga tegdi. Men yuragimni tutdim. Bu safar u to'xtamadi. U meni ehtiyotkorlik bilan quchdi. Har harakati, har qarashi men uchun quvonch, xavotir, hayajon va ishonch edi. Nafaqat tanam, balki butun ruhim ham unga o'rganib qolgan edi. Bu taqiqlangan munosabat edi. Lekin yurakni hech qanday qonun bilan cheklab bo'lmaydi. Ertasi kuni o'zimga joy topolmadim. Uni yana ko'rishni istardim. Ammo bu istak oddiy his emasdi. Bu ichimda yongin edi. Har gal dugonam menga kulib qarasa, yuragimda aybdorlik to'lqini urar, lekin shu paytda yuragim ichimdan "Sen uni sevyapsan" deb baqirardi. U esa dugonamning otasi. Yoshi kattaroq, ammo ko'zlarida yosh boladay toza mehr bor edi. U menga hech qachon tahdid solmadi, hech narsa talab qilmadi. Aksincha, u meni ehtiyot qilardi. Balki o'zini ham. Bir kuni yana uchrashdik. Dugonam ishga ketgan edi, u esa kitob o'qib o'tirgan. Men eshikni asta ochdim. "Kirdim", dedim. U qaradi. Qovogi ochiq, ammo ko'zlari charchagan edi. Menga qaradi va bir oz jim qoldi. Keyin sekin kitobni yopdi. Men unga yaqinlashdim. Har bir qadamim yuragimning urishidek aniq eshitilardi. Nihoyat uning ro'parasida to'xtadim. "Men seni unutolmayapman", dedim past ovozda. U indamadi. Faqat qo'llarimni ushladi. Barmoqlari orasiga barmoqlarimni soldi. Bu oddiy harakat, ammo men uchun butun bir olam edi. Yaxshi ko'rish ba'zida ko'z bilan emas, barmoq bilan seziladi.
U qo'limni oz labiga yaqinlashtirdi. Men ko'zlarimni yumdim. Nafasim tor bo'lib qoldi. U meni og'ziga yaqinroq tortdi. Quchogiga kirganimda dunyo jim bo'ldi. Faqat yuraklarimiz sozlardi. Sozsiz. O'sha kuni u meni quchdi uzun vaqt. Hech narsa so'ramadi. Shunchaki yonimda bo'ldi. Men esa u bilan o'zimni to'liq va toza his qilardim. Hech qanday ayb yoki qo'rquv yo'q, faqat yurakdagi tinchlik. Ammo bu tinchlik uzoq davom etmadi. Bir kuni dugonam bizni birga ko'rib qoldi. U eshikni kutilmaganda ochdi, biz esa oshxonada birga edik. Yuzlarimizda hech qanday jinoyat yo'q edi. Faqat bir-biriga bog'langan yuraklar bor edi. U bizga tik qaradi. Avval menga, keyin otasiga. "Bu nima?" dedi u. Men javob topolmadim. Ammo otasi qo'limni qo'yib yubormadi. U ham qo'rqdi, lekin yolg'on gapirmadi. "Men unga yaxshi ko'raman", dedi. Dugonam indamadi. U butunlay jim bo'lib qoldi. Yigladi, ketdi. O'sha kundan keyin hech narsa avvalgidek bo'lmadi. Biz na ko'pchilik oldida gaplasha oldik, na u bilan birga bemalol yurishimiz mumkin edi. Ammo men bilardim, bu munosabat tanaga emas, yurakka tegishli. Taqiqlangan bo'lishi, yolg'on bo'lishini anglatmas edi. U meni mehr bilan sevar, men esa u borligi uchun minnatdorman. Dugonam ketgan kundan keyin men va u ikkovimiz qop-qora sukut ichida qoldik. Endi quvonchli uchrashuvlar yo'q edi. Har bir xatolik qanchalik og'ir bo'lishini endi tushunib borayotgan edim. Uning otasi ko'zlariga tik qaray olmasdi. Uning jiddiyligi mehr bilan aralashib ketgan edi. Go'yoki yuragida ikki olam urushayotgandek. Bir tomonda qizi, bir tomonda yuragiga tasodifan joylashib olgan men. "Biz endi ko'rishmaymiz", dedi u bir kuni. Shu so'zlar butun borligimni titratdi. Ichimda yong'in ko'tarildi. Ko'nglimda bir narsa sinib ketganday bo'ldi. Bu oddiy rad etish emas edi, bu men uchun butun dunyoning yopilishi edi. Men ko'z yoshlarimni ushlab tura olmadim. "Nega?" dedim. U menga qaradi. U ko'nikkan edi, lekin haligacha kurashar edi. "Chunki men seni yomon ko'rganimdan emas, aksincha yaxshi ko'rganim uchun", dedi u. Bu so'zlar ham taskin, ham azob edi. Chunki u ham xuddi men kabi azoblanayotgan edi. Biz bir-birimizga yaqin bo'la turib, aynan shu yaqinlik tufayli ajrashayotgan edik. Kunlar o'tdi. Biz aloqani to'xtatdik. Faqat ko'z bilan salom, uzoqdan kuzatish. Dugonam ham menga begona bo'lib qoldi. Endi men yolg'iz edim. Yuragimda uning izlari, hayotimda bosh joy. Ammo sevgi shunchalik oddiy ketmaydi. Yurakni ochirish tugma bosishdek emas. Oradan bir oy o'tgach, kecha kechqurun eshik taqilladi. Ochsam, u dugonamning otasi. Meni ohangda jim qarab turardi. "Men bardosh bera olmadim", dedi u. Qadam bosmay turib meni quchdi. Qattiq emas, shunchaki men borligimni his qilganday. Men esa hech narsa demadim. Faqat yuragim yana urganini his qildim. Men yashirishdan charchadim. "Sen sevganimsan. Agar bu noto'g'ri bo'lsa, yuragim ham gunohkor", dedi. Men javoban faqat bitta so'z aytdim, "Men ham". Shu kech biz birga qoldik. Hech qanday ortiqcha harakatlar, hech qanday shoshilinch ehtiros emas. Faqat quchoqlash, uzoq, sekin, og'ir va halol. Bu safar sevgi tinch edi. Hislarimiz baland emas, chuqur edi.